Boshlig'im belimdan ushladi-da, o'ziga mahkam tortib oldi. Assalomu alaykum mening aziz muxlislarim, qadri baland qadrdonlarim. Iltimos, videoroliklarimiz kengroq tarqalishi uchun bir dona like bossangiz va kanalimga obuna bo'lsangiz, sizlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hamma qizning o'z orzu-havasi bo'ladi. Hamma qizlar turmushga chiqqandan keyin bolali bo'lib, hayoti yaxshi bo'lib ketishni xohlaydi. Men ham o'sha qizlar qatorida o'z orzu-niyatlarim, tilaklarim bor edi. Lekin menga Alloh farzand bermadi. Mana 7 yil bo'libdiki, haligacha menda farzand yo'q. Qaynonamning oxiri sabri tugadi. Bir kun meni chaqirdi. Bu yoqqa keling, qachongacha bu xonadonda yashaysiz? Qachongacha o'g'limni yo'lini bo'ylaysiz? Men ham nevarali bo'lishga haqqim bor. Endi ajrashmasangiz bo'lmaydi dedi. Men nima qilishimni bilmas edim. O'sha kuni qaynonamning gaplaridan keyin onamning uyiga ketdim. Chunki qaynonamning gaplari qalbimga juda ham qattiq botgan edi. Ba'zida o'ylab qolaman, qaynonam to'g'ri qildimikan deb. Hayotim hammasi o'shandan keyin boshlandi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay buxgalteriyalik ishga kirib ketdim. O'zimni o'sha yerda anchagina tashvishlarimni unutdim. O'sha kuni ishlarim bilan ancha kech qolib ketdim. Meni ko'rgan boshlig'im, "Hali ketmadingizmi, Shahlo?" dedi. "Yo'q" dedim. Boshlig'im qo'llarimni mahkam ushlab oldi. "Shahlo, nega turmushga chiqishni xohlamaysizmi? Mana kelganingizga ham 2 yil bo'ldi. Men sizni kuzataman. Birorta yigit bilan gaplashganingizni ko'rmadim. Nega? Erkakning kaftini sog'inmaysizmi?" dedi. Men g'alati bo'lib qo'llarimni sekin ola boshladim. Lekin boshlig'im qo'limni mahkam ushlab oldi-yu, belimdan mahkam qisib o'ziga tortib, labimni labiga bosa boshladi. Men g'alati bo'lib ketdim. Chunki 2 yildan beri hayot ko'rmaganim uchunmi, bilmadim, o'zimni boshqara olmadim. O'shandan keyin boshlig'im bilan tez-tez uchrashadigan bo'ldim. Oradan hech qancha vaqt o'tmay o'zimni juda ham yomon his qildim. Buni ko'rgan boshlig'im meni doktorga olib bordi. O'sha kuni xayolimga kelmagan hodisalar yuz berdi. U yerda menga doktor "Siz homiladorsiz" dedi. Bu so'zlarni eshitib ko'zimdagi yoshlarni to'xtata olmadim. Buni ko'rgan boshlig'im "Tinchlikmi? Nima bo'ldi sizga?" deb meni ovuta boshladi. Ha, men shu sabab hayotim bo'lmagan edi. Shu sabab turmushim buzilgan edi. Endi mana qarangki, men o'z erimdan emas, bir oilali erkakdan farzand ko'ryapman, deb yig'lab yubordim. Endi ota-onamning yuziga qanday qarayman? Ota-onamga nima deyman dedim. Shunda boshlig'im shunday dedi. "Qo'rqmang, men sizni ham farzandimni tashlab qo'ymayman. Bu degani oilamdan voz kechadi degani emas. Qo'limdan kelsa sizni ham, u oilamni ham tashlab qo'ymayman" dedi. Shunday qilib boshlig'im o'z aytgan so'zida turdi va meni o'z nikohiga oldi. Hozirda juda ham baxtliman, lekin ba'zida o'ylab qolaman. To'g'ri, umr yo'ldoshim hamisha yonimda bo'lmasa ham, lekin meni farzandlarim yonimda. Ba'zida birinchi turmush o'rtog'imga ham achinaman, chunki ikkinchi hayotidan ham farzandli bo'lmadi.